Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizga bolalikdan tanish va sevimli bo'lgan yong'oqchalar ko'rinishidagi pechenyelarni birgalikda tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Buning uchun 180 gram xona haroratidagi yumshoq sariyog'ga 100 gram shakar va 1 paket vanillinni qo'shib, mikser yordamida aralashtirib olamiz. Bir dona tuxum qo'shib, yana mikserlashda davom etamiz. 2 dona tuxum sarig'i qo'shamiz yoki buning o'rniga 1 dona tuxum ishlatsa ham bo'ladi, lekin tuxum sarig'i bilan tayyorlangan xamir sifati yaxshiroq chiqadi. 370 gram elangan unni asta-sekinlik bilan oz-ozdan bir qismini qo'shamiz va unga 5 gram miqdorida qabartma tuzini qo'shib, yana aralashtirishda davom etamiz. Unning qolgan qismini ham oz-ozdan qo'shamiz va bu yog'iga qo'limiz yordamida xamir qoramiz. Xamir ortiqcha qattiq bo'lmasligi kerak, juda ham mayin, yumshoq va qo'lga yopishmaydigan bo'lib chiqishi lozim. Shuni hisobga olgan holda va uning turiga ko'ra belgilangan miqdordan biroz ko'proq yoki kamroq ishlatilishi ham mumkin. Xamirni tindirish yoki oshirishga qo'yish shart emas, tayyor bo'lishi bilanoq undan kichkina o'lchamdagi koptokchalar yasab olamiz. Videodan ko'rsangiz ham bo'ladi, men boshidanoq hamma koptokchalarni yasab tayyorlab olganman, lekin sizga tavsiyam faqatgina birinchi reys uchun yetarli bo'lgan koptokchalarni yasab, uni pishirib olgandan keyin shunga ko'ra koptokchaning shakli, hajmi yetarli, katta yoki kichik ekanligini aniqlab, shunga ko'ra qolgan koptokchalarni yasab olishni maslahat bergan bo'lardim. Yong'oqchalarni pishirib olish uchun esa ushbu uskunadan foydalanganman. Bu gazda pishirish uchun mo'ljallangan. Koptokchalarning har birini o'zi uchun mo'ljallangan alohidadan joylariga bitta-bitta terib chiqamiz va ushbu shakl bu asbob uchun biroz kattalik qildi. Hozir video davomida ko'rsangiz bo'ladi. Buni pishib chiqqandan keyin ko'rinadi, ya'ni o'zini kerakli shaklidan ancha ortiqchasi ajralib chiqadi va buni oldini olish uchun esa koptokchalarning shaklini yanada kichraytirib chiqamiz. Ya'ni har bir koptokchani teng 2 ga bo'lib, har biridan 2 tadan boshqatdan koptokchalar yasab oldim. Ko'rishingiz mumkin, koptokchalarning shakli kichkina bo'lgandan keyin chetlaridagi ortiqchalarsiz faqatgina bizga kerakli bo'lgan yong'oqchalar shakli pishib chiqdi. Gazning eng past darajasida ikkala tarafini taxminan 2-3 daqiqadan tillarang ko'rinishga kelgunga qadar pishirib olamiz. Hammasini pishirib bo'lgach, ichiga solish uchun yong'oqlarni qovurib olamiz. Qovurilgan yong'oqlar o'zgacha mazali bo'ladi. Pishirib olgan pechenyelarimizning chetlaridagi notekis qismlariga xuddi videodagidek ko'rinishda ishlov berib, tekislab, tartibli, chiroyli ko'rinishga keltirib olamiz. Solinma uchun bizga qovurib, sovitilgan yong'oqlar va qaynatib quyiltirilgan shakarli sut kerak bo'ladi. Xuddi videodagidek ko'rinishda va tartibda yong'oqchalarni yasab olamiz. Istamaganlar ichiga yong'oq qo'shmasa ham bo'ladi. Ishonavering, bunaqa yong'oqchalarni hech qachon yemagansiz. Bir marta tayyorlab ko'rgach, ko'chadan umuman sotib olmay qo'yasiz. Ta'mini ta'riflashga esa til ojiz, juda ham mazali. Buni tayyorlab ko'rishingiz shart. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling. Obuna bo'lishni, yoqtirish tugmasini bosishni va do'stlaringizga ulashishni unutmang.